Biz bugün Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın elçisi, şundaqla tercümanı, imanı üçün acayip sınaqlarga duch kelgan ve o sınaqlardan ötken büyük fidakar sahabe Abdullah ibn Huzaf bilan tanışıp chiqamiz. Abdullah ibn Huzafe Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın elçisiydi. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam başka milletlerge elçi evetmekçi bolsa Abdullah ibn Huzafe'ni evet etti. Çünkü Abdullah ibn Huzafe Ecem tilini bildiğin sahabalarının birisiydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hicretinin 6. yılı Parislarga evetken elçisi mu Abdullah ibn Huzafe idi. Hazreti Ömer devrinde Abdullah ibn Huzafe Müslümanlar qo'shin bilan birga Rimlarga qarshi jihadga chiqdi. Lekin bu urushda Abdullah ibn Huzafe başçılık bir qancha musulmon asirga tushib qoldi. Rim padişahı Muhammed'in hemrahlarına nait, vafadar, sadık, imanını müstehkem deb anladım. Ben bunu öz gözüm bilen bir küray. Esirlerini elip girenler deydi. Askerler Abdullah ibn Huzafe ve başka esir musulmonlarını padişahın aldığı elip geldi. Padişah Abdullah ibn Huzafe'den İslam hakkında soraydı. Abdullah ibn Huzafe onun her bir gaplarga çakmak tezlikide Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve İslam hakkında bir cevap verdi. Padişah Abdullah ibn Huzafe'nin cicelliki ve aklına ait hayran kaldı. Padişah Abdullah ibn Huzafe'ge sen imanından yansan ben sana kuyutime, esirlikten azat kılma deydi. Abdullah ibn Huzafe keskin rad qiladi. Padişah onunğa "Eğer sen imanından yansan ben seni özlemge vezir qilma, huquqimning yerimini berma" deydi. Abdullah ibn Huzafe "Eğer sen huquqingning hammini bergan taqdirdami men imanimdan yanmayman" deydi. Padişah onunğa "Undaq seni öldürütme" deydi. Abdullah ibn Huzafe "Qulağından kelganini qil, bizni imandan yandırolmaysan" deydi. Padişah onunğa texmi qorqunchli usul qo'llanish uchun askarlarga buyruq chiqarib, uni kirisga mixlanglar deydi. Askarlar Abdullah ibn Huzafani kirisga mixlaydi. Padişah o'qiyotchilarga uni qo'rqitish uchun uning atrofiga o'qiya etinglar deydi. Ve okuya etişten ilgili imanından yansan seni hazır azat qilma, qandaq qilasan deydi. Abdullah ibn Huzafe "Xalisan at, xalisan kuvvet, ben imanımdan yanmayman" deydi. Padişah askarlarga o'qiya etishga buyruq qiladi. Askarlar Abdullah ibn Huzafe'nin etraflarına o'qiya atadi. Abdullah ibn Huzafe ko'zini mit qilmaydi. Padişah uningdagi qat'iylikni ko'rib, uni zindonga solib etinglar. Uningga hech qanday yeydigan yemeklik su bermanglar deydi. Askarlar Abdullah ibn Huzafe'ni kirisdan tushirib zindonga tashlaydi va uningga yemeklik su bermaydi. Kunlar o'tadi. Abdullah ibn Huzafe o'lib qolgani tas qoladi. Abdullah ibn Huzafe açlıqның eng yuqori pallasiga kelgan vaqtida padişah uni diniy qimmat qarashlaridan tushirish uchun uningga cho'chqa go'shti kirgizadi. Abdullah ibn Huzafe açlıqdan hali qolmagan edi. U cho'chqa go'shtiga qarab etgandan keyin shu topda men zurriyat ostida. Alloh taolo menga buningdan o'zimning jinni saqlag'uvchilik yeyishni halol qildi. Lekin men sizlarning maqsadinglarga yetkilib qo'ymayman. Mening irodamni sundirish uchun qilgan bu ishinglarga kelmayman. Men garchi halol bo'lsa-mu bu cho'chqa go'shtini yemayman deb yeyishdan bosh tortdi. To'g'ri. Alloh taolo Abdullah ibn Huzafe aytgandek, o'lgili qopgan vaqtida, jon halqum kelgan vaqtida harom narsadan jonni saqlag'uvchilik yeyishni halol qilgan. Lekin bu yerdagi masala faqat jon saqlash masalasilar emas edi. Bu yerdagi masala xristianlarning Rim podshohining Abdullah ibn Huzafe'ninki diniy aqidasini, diniy maydonini tushirish masalasi edi. Abdullah ibn Huzafe bu nuqtani tushunib yetgachga, garchi halol bo'lsa-mu, bu go'shtni yeyishni rad qiladi. Mushuning o'xshagan musulmonlar ba'zi nuqtalarni tushunib yetish kerakki, ba'zi bizga halol qilingan, mubah qilingan narsa, agar uni qilsak, bizning maydonimiz keyniga chekinadigan yoki bizning qimmat qarashimiz keyniga chekinadigan, prinsipimizdan tushib beradigan bundaq holati bo'lib qolsa, u ish halol bo'lsa-mu, mubah bo'lsa-mu, uni qilish to'g'ri bo'lmaydi. Xuddi Abdullah ibn Huzafe'ga o'xshash. Padişahga Abdullah ibn Huzafe'ning keskin irodasi, ifodasi xabar qilinadi. Padişah uni anglagandan keyin, "Men seni chuqum yondurma" deb uning noyati chiroyli qizdan biri ko'rsatdi. Abdullah ibn Huzafe o ayolni ko'rgandan keyin uning chiroyiga qarmaydi. U buzuq ayol Abdullah ibn Huzafe'ni o'ziga tortish uchun har xil qiliqlarni qiladi. Lekin Abdullah ibn Huzafe ko'zini yumgan holda Allohga yelib duo qiladi. Ayol shuncha tirisimi uni asla o'ziga yaqin yo'l tanmaydi. Ayol oxiri ochiqlanib, bu odam emas ekan, bu bir jonsiz maxluq ekan deb qashidan chiqib ketadi. Padişah yana yomon niyatidan yanmay, cho'ng mis qozonga o't yoqishga buyurdi. Askarlar o't yoqdi. Ondan keyin uningga yog' to'ldirdi. Yağ boluqshib qaynagan vaqtida Abdullah ibn Huzafe uning hamrohlari, ya'ni asirga tushib qolgan musulmonni qozonning qishiga elib keldi. Padişah Abdullah ibn Huzafe'ga "Agar sen imoningdan yanmasang, hamrohlaringni bu yoqqa tashlab o'ltirma" deydi. Abdullah ibn Huzafe yig'ilgan holda "Xolig'ingni qil. Agar mening hamrohlarim bu yoqda kuyib o'lsa, shahid bo'ladi. Qiyomatda Mavlo bilan uchrashima, ammo men imonimdan asla yanmayman" deb keskin ifodasini bildirdi. Padişah uning hamrohlarini yoqqa tashlashga buyruq qildi. Askarlar ikki musulmonni yoqqa tashlaydi. Ikki musulmon asir yoqqa tashlangandan keyin yoqdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, lekin askarlar ularning kallasidan bosirib chiqilib qo'ymaydi. Birdan o'tgandan keyin ularning ovozi o'chidi. Go'shtlari, so'ngaklari irib, yog'ning ustiga o'rlab chiqdi. Padişah Abdullah ibn Huzafe'ga "Oxirgi fursat, agar imoningdan yanmasang, seni xuddi qarindoshlaringni o'ltirganga o'xshash o'ltiritaman" dedi.
Abdullah ibn Huzafa göçler örlep çıkan qarindoshlarga qarab yig'laydi. Padişah, endi bu igidigan bo'ldi deb o'ylab, nimaga yig'laysan deydi. Abdullah ibn Huzafa, shu topda meni o'ltirsang faqat bir jinim o'ladi. Kashki mening 100 jinim bo'lgan bo'lsa, chechimning barobarida jinim bo'lgan bo'lsa, uning hammasini mushundaq dahshatlik o'ltirgan bo'lsam, jinimning hammasini Alloh yo'lida mushundaq sharafli holda bergan bo'lsam, texmi xo'sh bo'lgan bo'lardim. Kashki mening bir jinim bor ekan, shuningga yig'layapman deydi. Abdullah ibn Huzafaning bu mislisiz qahramonligi, mislisiz qo'rqmasligini ko'rgan padişah, agar sen mening chekamga birini suyib qo'ysang, seni qo'yib o'taman deydi. Yani padişah şertini en tönçeki düşürüp bolsumu, özünün o'rnini, özünün obrazını saqlab qilish va Abdullah ibn Huzafani boy egdirishni maqsad qiladi. Abdullah ibn Huzafa, agar minla qo'yadigan ishing bo'lsa, sening peshonangga so'ymayman. Sen bir necis, ammo mening hamrohlarimni, boshqa musulmon asirlarni qo'yatsang, men sening chekangga suyib qo'yman deydi. Padişah o'ylangandan keyin, bo'ladi, chekamga suyib qo'y, seni va hamrohlaringning hammani qo'yib o'tay. Abdullah ibn Huzafa gerçi ko'nglidan norozi bo'lsa-mu, musulmon qarindoshlarining jini tufayli uning chekisiga suyib qo'ydi. Shunda qilib bu podshoh gapida turib, asirlarning hammasini qo'yib o'tadi. Abdullah ibn Huzafa va boshqa sahobalar Madinaga yetib keladi. Abdullah ibn Huzafa ko'nglidan yerim holda bo'lgan ishlarning hammani Hazrat Umarga aytdi. Hazrat Umar Abdullah ibn Huzafaning gaplarining hammasini anglagandan keyin musulmonlarning hammasini bir yerga to'playdi va kishilarga: "Ey xaloyiq, har birimizningki Abdullah ibn Huzafaning chekisiga suyish haqqimiz bor. Men eng avval suyman" deb Abdullah ibn Huzafaning chekisiga özü başta söyledi. Yani Hazreti Ömer Abdullah ibn Huzafaning şu kafirning chekisiga suyib tushib ketgan ruhini, xuddi maydonimdan chekindin degandek mushundaq tushib ketgan ruhini ko'tarish uchun o'zi boshchilab bütün sahobalarning hammasini Abdullah ibn Huzafaning chekisiga so'ygiri soladi. Buni bilan Abdullah ibn Huzafaning ko'nglidagi yerimliqning hammasi ko'tariladi. Amaliyotda Abdullah ibn Huzafa o'zi uchun qilmagan edi. Musulmonlarning hayot qilishi uchun qilgan edi. Alloh taolo Abdullah ibn Huzafaga rahmat qilsin. Aramizdan Abdullah ibn Huzafadek qahramon botir kishilarni chiqarib bersin va bizni ana shu qahramon kishilarning qatoridan qilsin. Qiyinchilik kelgan vaqtda, beshimizga ig'ir sinoqlar kelgan vaqtida sabit qadam, mustahkam turishni nasib qilsin. Alloh taolo Abdullah ibn Huzafaga rahmat qilsin. Sahabilar izidin, chaqnagan izzat nuri, o'tgan siqin idin, haq islomning tulquli. Başakmaz kafirlar, şiddet bilen akseli, Hamza Halid Musaddak, şir yürek oğlanları.